Assalomu alaykum. Hammaga bir xonali, ikki xonali kvartiraga keldik. Juda kichkina kvartira. 3 ta eshik qo'ygan ekanmiz. Balandligi 208 poldan, eniga 65-64 chiqdi. Hozir sig'maydi. Korobkani qisqartirib, kesib qo'yamiz. Bu ham proyomim 84 ekan. Korobkamiz eshik bilan yiqqanda, eshik korobkasini yiqqanda 85,5 yiqilar. Buni ham perdelka qiladigan joylari bor. Balandligi 2,10,5. 89-208 har xil qilingan. Hop, MDF plintuslar qo'yiladi, qilinadigan ishlar. Joyi juda ham kichkina, instrumentlarimiz ko'p. Xudo xohlasa bitgandan keyin yana qo'yaman video. Bitgan holatini. Hammasi daborli bo'lar ekan. Xudo xohlasa bitgandan keyin ko'rasizlar.